87 ming kilometr bosib o'tgan 2020 kraskasi mutlaqo toza. 2018 178 ming yurgan ikkinchi paysi. 2020 mexanika so'raganlarga 60 ming kilometr bosib o'tgani. 2020 90 ming yurgan. Kraskasi qanaqa? 2021da oxiri 4-paysi 50 ming kilometr bosib o'tibdi. 214 ming kilometr bosib o'tgan 2016 ikkinchi paysi mexanika. 2022 48 ming kilometr bosib o'tgan. Xo'p, 2017-18 103 ming kilometr bosib o'tgan, 189 ming kilometr bosib o'tgan 2017 4-paysi. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasa mana Qo'qon avtomashina bozoridan syomkamiz qilganmiz. Hafta kuniga chorshanba 2-aprel. Bu qismga azizlar qo'ldan kelgancha Nexia 3 lardan syomka qildik. Mexanika, avtomat, yili eski, yangi hammasidan bor. Video davomida ko'rasizlar. Bittadan like bosib qo'yishda kanalimizda mehmonlar, albatta obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Qanaqa mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. 2020 dan boshladik. Ikkinchi paysi mexanika 60 ming yurgan edingizmi? 60 ming yurgan. 60 ming kilometr bosib o'tdi mashina. Gaz o'rnatilgan, metan. Xo'p, ABS bor, konditsionerlari bor. Hadovoy korobkalari yaxshimi aka? Zo'r. Balonlari yaxshi holatda. Xo'p, salon holatlariga keladigan bo'lsak. Mana ikkinchi paysi mexanika, linoleum qilingan, chexollari yaxshi holatda, chang bo'lmaslik nimasiga salafan kiydirib qo'yishgan. Ko'pchilik yozadi, salafan nima kerak? Shunchaki chang bo'lmaslik deb kiydirib qo'yishadi. Bozorda ko'rib turibsizlar, chang. Xo'p, bu metana 90 talik. 90 talik temir metan. Zapas balonlari bor. Pol holatlari zavod holatida. 2020 mexanika so'raganlarga 60 ming kilometr bosib o'tgani. Kraskasi toza aka, kraskalar 100% toza. 100% top toza. Xo'p, nech pul narxi aka? 8500 dan o'tib beramiz. 8500 dollar kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi hali? Yo'q, hali narx qilishgani yo'q. Nasiya barter yo'llari-chi buni? Nasiya savdo yo'q, bank qilib beraveramiz. Sizga naqd pul qilib bersa bo'ldi. Generalniy bo'ladimi, bo'lmaydimi? Generalniy ham bo'ladi. Hujjatlari xohlagani bo'laveradi. Telefon raqamingiz 91lik 91lik 157 157 57 57 86 86 157 57 86. Bozoringlar bersan aka. Ayzar aloqaga chiqaverasizlar. 2020 60 ming kilometr bosib o'tgan ikkinchi paysiyada mexanika. Xo'p ayzlar, Nexia 3 ni qorasini so'raganlarga 2021da oxiri ekan, 21 ga 22 mi shunda? Xo'p, yurgani qancha? 49 ming kilometr bosib o'tgan. Kapot ochmay qo'yamiz, gazi yo'q ekan. Mashina benzin. 4-paysi avtomat korobka, ABS bor, konditsionerlari bor, bir qo'l mingan mashina. Shumka polniy eshidami? Polni shumka. Polni shumka, mana avtomat korobka, monitor qo'yilgan ekan, video registrator qo'yilgan. Kovri bor, linoleum qilinmagan, chexollar yaxshi holatda. Tablo terilgan deyapti akamiz. Qani? Mana. Xo'p. $50 ming bo'pdan yurgani. Ha, 50 ming bo'ladi. Bir qo'l mashina aka. Orqa salonlar. Zapaska tushmagan mashina. Zapas balon tushmagan ekan, hali gaz o'rnatilmagan mashinaga. Manda aka. 2021da oxiri 4-paysi 50 ming kilometr bosib o'tibdi. 4-paysi akasi. Kraska Toza, petno yo'q. nech pul narxi buni? 11,5 ming. 11,5 ming kami bor. Savdo qilmadingizmi hali aka? Yo'q. Xo'p, Nasiya barter yo'llari bormi buni? Nasiya barter. Barter yo'q, nasiya yo'q. Nasiya savdo bor. Kamida necha foiz puli bo'lsa oldin? Kamida ko'proq. 50-60% puli bo'lsa imkoniyati bor. Xo'p, naqd pulga olsa generalniy ham bo'ladimi? Xo'p, telefon raqamingiz 90lik 851 851 26 bozoringiz bersan aka. Aloqaga chiqaverasizlar azizlar. 2021 ga 22 ekan, 50 ming kilometr bosib o'tgan, kraskasi toza. Xo'p azizlar, birinchi chiqqan Nexia 3 lardan navbatdagi Nexia 3imiz 2016 ikkinchi paysi mexanika. Yurgani qancha? 214 ming kilometr bosib o'tgan. Xo'p, metan gazi bor, ABS bor, konditsionerlari bor. Motor hadovoy korobkasi tiniq. Balonlar yaxshi holatda, diska qo'yilgan ekan mashinaga. Xo'p, tonirovka tortilgan ekan, ruxsatnomasi qancha? 3 oygacha tonirovka ruxsatnomasi bor. Shumkasi eshikdan polniymi? Polni. Rol qo'yilgan ekan, video registrator qo'yilgan, chexollari yaxshi holatda. Kovri bor, linoleum qilinmagan, deflektor qo'yilgan ekan mashinaga. Endi har bitta qo'yilgan detalni iloji boricha aytib ketyapmiz. 90 talik temir metan gaz bor. Zapas baloni bor. Mana pollari ham shumka. Yurgani 214 mingmi?
214 ming kilometr bosib o'tgan 2016 ikkinchi pozitsiya mexanika. Kraska qanaqa bunda? Ikkita joyda petno bor. Ikkita detalda petno bor. Oldi laboy bu almashmagan, kapot mapotida yo'q. Bo'ldi. Nech pul narxi buni? 7200 dan tushib beramiz. 7200 dollar kami bor. Savdo qilmadingizmi hali aka? Yo'q, endi. Xo'p, nasiya barter yo'llarichi? Yo'q, nasiya yo'q, barterga bor. Bo'laveradi. Naqd pulga sotiladi yoki mashinaga barterga. Generalni chiqqan chiqmadimi? Chiqadi. Chiqaveradi. Telefon raqamlaringiz? 33lik 33lik 803 803 5025. 50-25 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar azizlar. 2016 214 ming kilometr bosib o'tgan mexanika ishqibozlari uchun. Xo'p azizlar, Choko rangini avtomat korobkasini so'raganlarga 2022 gaz qo'yilmadimi aka? Yo'q, benzinda. Qancha yurdi bu? 48 48 ming yurdi. Rasvoti yo'qmi hech qanaqa? 48 ming kilometr bosib o'tdi. Mashina 4-pozitsiyada. Kovri bor, linoleum qilinmagan, chexollari yaxshi holatda. Video registrator o'rnatilgan ekan. Orqa salonlari, tonirovkalar tortib qo'yilgan. Xo'p, bagaj holatlariga keladigan bo'lsak, aytib o'tganimizdek gaz o'rnatilmagan mashinaga zapas balon damkirat kulishlari bor, pol holatlari zavod holatida. Xo'p, 2022 48 ming kilometr bosib o'tgan 4-pozitsiyada mashina. Kraska tozami aka? Tozami kraska? Kraska toza. Bo'ldi. Narxi nech pul so'rayapsiz? Narxi O'z tushsizdan bo'laveradi? 8 mingdan ozgina tushib beraman. 9800 kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi hali? So'rashyapti. Bo'ldi. Nasiya barter qanaqa kelish yo'llari bor? Barter bor. Barter Nasiya bor. yo'q. Banki yo'q. Bo'ldi. Generalniy davenisi bo'ladimi? Bo'ladi. Telefon raqamingiz? 90lik 840 840 44 11. 44 11 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. 2022 kraskasi toza 4-pozitsiya 48 ming kilometr bosib o'tgan. Xo'p, puli yengil Nexus so'raganlarga 2017-18 navbatdagi Nexus'imiz mexanika. Yurgani 103 ming dedingizmi? 103 ming kilometr bosib o'tgan. Metan gazi bor, ABS'lari bor, konditsionerlari bor. Motor ходовой korobka yaxshimi? Motor korobka yaxshi, badonlari yaxshi. Shumka bormi yo'qmi? Kovri bor, linoleum qilinmagan, chexollari yaxshi holatda. Ichki holatlarini ko'ringlar. Orqa salonlari, tonirovkalar tortib qo'yilgan. 90 talik temir metan gaz, zapas balon, damkirat kulish, pol holatlari zavod holatda. Xo'p, 2017-18 103 ming kilometr bosib o'tgan. Kraskasi? Kraskasi hop. Bitta qanotli bor, katta kapotda kichkina petnochasi bor. Bo'ldi. Bitta qanot to'liq sepilgan orqa qanot, kapotda petno. Nech pul qilib berasiz aka buni oxirini? Oxirini 7300 ga beramiz. 7300 dollarga beriladi. Kami ham bordir ozgina. Yo'q, 7,5 ming so'rayapmiz, 7300 ga beramiz. Bo'ldi, 7,5 ming soddalashaman desa, soddalashman deganimiz 7300 tushunarli. Xo'p, barter bor o'z qator mashinaga. Nasiya savdo yo'q, bir oygacha yetmay qolgan puli kelishlaveradi. Generalniy bo'lmaydi. Generalniy bo'lmaydi, raqamlar. Telefon raqamingiz? 90lik 90lik 305 305 3322. 3322 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar azizlar. Payizlar yili eski 4-pozitsiya so'raganlarga 2017 navbatdagi Nexus'imiz oqidan. Yurgani qancha? 189 ming. 189 ming kilometr bosib o'tgan. ABS bor, konditsioner bor, 4-pakelini, gazlari bor, ekonomizillari bor. Motor ходовой korobka yaxshimi? Zo'r, balonlari. Xo'p. Shumka yo'q aka? Yo'q. Shumka yo'q, bejviy salondan. Aka, Ichki holatlari. Xo'p, video registrator qo'yilgan ekan. hozir Orqa salonlari, tonirovkalar tortilgan mana. Xo'p, 90 talik temir metan gazlari bor ekan. Yurgani 189 mingmidi? 189 ming kilometr bosib o'tgan 2017 4-pozitsiya. Kraskasi? 15%. Ichiga o'tganmi, o'tmagan? Ichiga o'tmagan. Nech pul narxi aka? 7700. 7700 kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi? Xo'p, nasiya barter yo'llarichi? Faqat naqd pulga. Generalniy bo'ladimi, bo'lmaydi? Bo'ladi. Telefon raqamingiz? 91lik 91lik
bir yuz ellik besh 155 o'ttiz to'rt 34 32 o'ttiz ikki raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. 2017 ni oxiri ekan, 189 ming kilometr bosib o'tgan, 15% atrofida kraskasi bor ekan. Navbatdagi Nexus 3imiz 2018 mexanika so'raganlarga 178 ming kilometr bosib o'tgan. Metan gazi bor, ABS bor, konditsionerlari bor. Minishga tayyor holatda deb aytilyapti. Hech qanaqa rasxoti yo'q deyapsiz. Balonlari yaxshi holatda. Shumka bormi yo'qmi? Polni shumka bo'lgan mashina. Kovri bor, linon qilinmagan, chexollari yaxshi holatda. Ichki holatlarini ko'ringlar. Salonlari tonirovkalar tortilgan. Bagaj holatlari 90 talik temir metan gazi bor. Zapas baloni bor, pol holatlari zavod holatida. Xo'p, 2018 178 ming yurgan ikkinchi paysi. Kraskasi? kraskasi kapotda petno bor, qolgan yeri toza. Bo'ldi. Bitta kapotda petno bor ekan, uslitlariga o'tmaganmi? Litrga o'tmagan. Bo'ldi. Nech pul narxi aka buni? Narxi 7,5 deyapmiz, ozgina kelishtirib beramiz. 7,5 ming ozgina kelishadigan joyi bor. Joyi bor. Bermaganingiz bo'lmadimi aka? Bermaganim aka 68,5 ga bermadi. 6850 dollargacha pul ko'ribdi. Shunga qarab endi nasib bo'lsa hisobinglarni olaverasizlar. Xo'p, nasiya barter yo'llari-chi buni? Yo'q ekan. Faqat naqd pulmi? Ha. Bo'ldi. Generalniy bo'ladimi, bo'lmaydi? Bo'ladi. Telefon raqamingiz 33lik. 33 kodi bilan 863 863 85 85. 85 85 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. 18 2018 178 ming kilometr bosib o'tgan ikkinchi paysi mexanika. Bitta kapotda petno bor ekan, qolgan joyi mutlaqo top-toza. 2020 navbatdagi Nexus 3imiz azizlar, qorasini so'raganlarga 4-paysida. Bu Ravon o'zi? Zavadskoy Ravon. Ekonomizer bor, ABS bor, konditsioner bor, metan gazlari bor. Buni yurgani qancha? Qancha? 87 ming kilometr bosib o'tgan. Mashina aytib o'tganimizdek 4-paysida avtomat korobka, kovri bor, linon qilinmagan, chexollari yaxshi holatda. Xo'p, mana ichki holatlarini ko'ringlar. Buni adashmasam benzin rasxoti ham oz bo'lsa kerak. Yevro variantda, to'g'rimi? Yevroga chiqqani. Buni minib ko'rmagan odam to'g'risi bilmaydi, chunki Sparkda, Cobaltda, mana Nexus 3da Ravon brendi ostida chiqqan yevrolarida benzin rasxoti oz bo'lar ekan. Minib yurgan odamlardan so'rab bilyapmiz. 90 talik temir metan gaz. Zapas balonlar, dam kiratgichlar bor. Bor, qo'yaver aka. 2020 yurgani qancha edi? 50? 87 ming. Ha, 87 ming. Kraskasi qanaqa? Kraskasi toza. Toza. 100%. Nech pul narxi? Petnosi ham yo'q. Puli Puli 9700 kam. 9700 kelishiladi. Bermaganingiz bo'lmadimi aka? 9,5 mingga beramiz. 9,5 ming dollargacha. Ha, 9,5 mingga berasiz. 9,5 mingga. Bo'ldi. Nasiya barter qanaqa yo'llari bor? Nasiya ham bor, barter ham bor. Bo'ldi. Bir banki ham bor. 50% dan ko'p puli bo'lsa nasiyaga beraverasiz. Xullas hamma kelishuv yo'llari bor. Generalniy bo'ladimi, bo'lmaydi? Bo'ladi. Telefon raqamingiz 90lik 90lik 293 293 49 49 73. 73. Aloqaga chiqaverasizlar azizlar. 87 ming kilometr bosib o'tgan 2020 kraskasi mutlaqo toza, 4-paysi avtomat korobka, tayyor gazlari bilan. 2020 navbatdagi Nexus 3imiz choko rangidan mexanika so'raganlarga yurgani qancha? 90 ming? 90 ming. 90 ming kilometr bosib o'tgan. Propan gaz o'rnatilgan ekan, ABS bor, konditsionerlari bor. Hadovoy korobkalari yaxshimi? Balonlari yaxshi holatda. Assalomu alaykum. Rahmat. Salon holatlari, mashina ikkinchi paysida mexanika, chexollari yaxshi holatda, linon qilingan. Yurgani 90 ming kilometr ekan. Bir qator o'zingizlar ko'ra olasizlar. Tonirovkalar tortib qo'yilgan. Xo'p. Mashinaga 48 talik 48 talik propan ekan tabletka. 2020 dedingizmi? 2020 90 ming yurgan. Kraskasi qanaqa? Opa suv bering. Toza. Nech pul narxi? 7800. 7800 kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi aka? Ha, bo'ldi. Ozgina tushib beriladi, yaqinroq aytilyapti. Xo'p, nasiya barter yo'llari-chi aka? 05 suv Kelishiladi. Nasiya savdoga ham chiqadimi? Yo'laga chiqmaydi. O'zini sarab bo'lganda beradi. O'zingizni territoriyangiz atrofingiz. Barter bo'laveradi. Bo'ldi.
Xullas, nasiya savdo yo'q deb qo'ysigan bo'laverar ekan, qolgan hamma kelishuv yo'llari bor. Hujjatlari generalniy bo'ladimi? Bo'ldi. Telefon raqamingiz? 90li 300 87 37 raqamiga aloqaga chiqasizlar. 2020 90 ming kilometr bosib o'tgani.